Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar. Parvozlar tuzimsizlar, tan jonlaring sog'mi. Bir sutka chiqmodim, mana shu ahvol bo'lib qoldi mana. Kecha chiqarmodim imkoniyat qilib. Oyoqda yugurish. Tezak qarang. Qandimi qora yuruvdi o'shatda. Suçu qaysi oqku? Shu qamshangan oqlarimizdan mana o'zimizning rezultat ko'rilmaydi. Shunday tushib boshlaylik. Joy basan, zax bolasi ekan. Size? Mana uni? Hayronman, cho'kib qolibdi. Ular ham rosa pek mahalga yetib kelyapti. Glavniylarni tashashibdi. Mana bunday. Bu model. Do'nga ekan-a? Model. Size ham çok ko'p bo'ldi. Aşağı cho'kkan o? Neresi? Şu nereye o yerde yürüyende? To'lovlari ham jichcha qoldi, xudo xolasa. Yangi oydan haydashni boshlaymiz уже. Nimaga? Nima yeysiz? Hiç bilan kelishmaysiz. Ana ifodasini oldi aka. Tomlama. O'sha kelsin. Ikkitasining ko'zi og'rib qolgan, yaxshi havolar ancha salqin bo'lib qolgan hisobiga yaxshi o'nalib qoldi. Mana sezadi ham ko'zi. Ancha o'nalib borib ishga yashini ham yaxshi rezultat, yaxshi dori bor keling aka deyapti, bitta veterinaga aka. Borgan vaqt o'ynayapti. Kelyapti ekan tani aka. Ana. Xatdan kelyapti ekan bilish kerak. Hali sezaychalar mana tuzchi olib bo'pti, tuzdan. Tuzdan kilolar aytgan sari katta cho'zilyapti. Oldin naqaga tashab berganman pastga. Enizdoga tashab berganman. Ancha yengillashib qolibdi. Tushlari ham o'zlarini yaxshi his qilishyapti. Uchaman deyapti. Haydavering. Hatta qo'shnilar haydashyapti, 15-20 marta yaxshi uchyapti u. O chiqib nima qilganimizgacha saptallar tushib ketib qoldi-da. Video qilib qo'yaman dedim. Yaxshi ko'tarilishdi qushlari. Yaxshi bo'lyapti. Tashpiyes qondan nariyada u domni oldi tushyapti. Yaxshi bo'lyapti, o'zi yaramaslar. Tushib ketib qolishdi. Janavorlar ham suvsiz qolib ketibdi. Zoqchamiz ham chutki bo'lib qolibdi. O'shani esimizdan chiqib qolibdi. Shu tepada yurgan zoq. Shu zoq oldi yaltirayotgan zoq. Bu kaptar вообще esimizda ham yo'q. Shu mana chubli zoq bilan tuxsiz zoqni bolasi edi ham. Ancha kaptar o'ziga kelib qolibdi, kichkina edi u. Oxirgi marta ko'rganimizda e'tibor qilmabmiz unga. Shu zoq tovoq yo'qolib qoldi-da, mana moda chiqqani. Mana zoq bolasi.
joylar ham ancha serob bo'lib qoldi. Hali odamlar уже kaptar uchirishni boshladi. Ozonda mana shu kechki salqin kaptarlar qabaqa yaxshi yurishyapti. Уже bola oladigan odam bolasini olib уже haydadi-da. Haydayapti, uyini oqtaryapti. Bu yerda ham qoralar bor, yaxshi uchadi. O chiqarib domga qo'yib oldi. Uchirishamikan? Tomda mana shu joy kelsa qayerdan kelyapti, qayerga ketyapti, nima qilyapti, uni ko'rinishi qiziq. Hovlida katta yo'qadiganlar chiqib qolsa, vashi ko'rinishi deyishadi hali. Hovlida endi tomda orqasiga o'tib ketib qolsa bo'ldi. Qayerga ketdi, nima bo'ldi bilinmaydi-yu. Senga shukr Allohga. Shoqlarning ham bolasi bormi? Olib chiqaladimi, olib chiqalmaydimi? Mana shu sariq kasoli ham o'zimizda eski narsa. Rezultati yaxshi mashina. Bu harakatga ketdimikan, hozir qarab qo'yamiz aka. Yo'qolib qolishmasin ular. Muzaffar akamga beraman deb qo'ygandim ularni. Hozir qarab qo'yamiz. O'yinchi tufsizni ham qanotlari ozgina qopti. Mana shu birar hafta 10 kunda yetib qoladi, xudo xolasa. Bu ham tayyor. Sentyabrda уже makka berishni boshlaymiz, xudo xolasa. Hozir to'lka bug'doy. Hali don sirazi alissa kaptarlar ichi aynib mazasi qochib qoladi. Shuning uchun cha qilib o'tkazib olamiz Makkaga. Quvvatni ham zo'r beradi, xudo xolasa. Vaqt ham tig'isida sog' bo'lasizlar akalar, tinch bo'linglar. Ishlaringa rivoj ham balang.